Assalomu alaykum. Biyagomiz Vodiy Uz kanali a'zolari hamda YouTube tomoshabinlar barchalaringizga xayrli kun tilagan holda videolarimizni boshladik. Bugungi sanamiz 2026-yil 22-aprel hafta kuniga chorshanba. Mana bu ko'rib turganlaring erta pishar soldi qotdi oshqovog'imiz. Biyagomiz solib ekkanmiz. Uyda stakanga 10-11 mart kunlari urug'ini solganmiz. 20 kun mobaynida uyda ushlab turganmizda 2-aprel kuni mana shunda klyonka tortib mana shunda yerga o'tkazganmiz. Hozir ro'parasi 20 kunlik holati. Albatta tavsiya qilaman har qanday ko'chat eksilaring biyagomiz solishlaringda. Nimagaki biyagomiz namlikni yaxshi saqlaydi hamda ildiz uchun juda katta ahamiyatga ega, yaxshi rivojlantiradi. Ildizlarini sog'lom, baquvvat o'sadi ko'chat. Ko'rganlaringdek mana shunday bir tomonlama ekdik. Bu yil qanday holatda bo'ladi hosildorligi, Xudo xolasa natijasini ko'rib yana video qilib qo'yamiz. Yigirma sotikli maydonimizga Xudo xolasa ekdik. Mana 20 kunlik natija juda aktiv. Videoda kamchiliklarimiz bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kimda savol javob bo'lsa albatta kommentariyaga yozinglar. Yanagi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan xayr deb qolamiz.